og'ir turdagi shu jumladan qotillik 60 tadan 31 taga tushishga erishildi. Qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 965 tadan 860 taga. O'g'rilik jinoyatlari 10.607 tadan 10.154 taga. Talonchilik jinoyatlari 517 tadan 389 taga. Bosqinchilik jinoyatlari 163 tadan 119 taga. Firibgarlik jinoyatlari 8.216 tadan 7.565 taga. Bezorilik jinoyatlari 2.369 tadan 2.063 taga. Yo'l transport hodisalari 9.365 tadan 8.738 taga. Va transport hodisalari qolish jinoyati 254 tadan 216 taga kamayishga erishildi. Shuningdek, yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 16.062 tadan 12.110 taga. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar 2.870 tadan 2.306 taga. Ayollar tomonidan sodir etilgan 4.167 tadan 3.214 taga. Muqaddam sudlanganlar 5.418 tadan 4.405 taga. Mast holatda sodir etilgan jinoyatlar 2.004 tadan 1.650 taga. İşsizler tomonidan 4.364 tadan 3.091 taga va guruhlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarimiz 4.491 tadan 3.480 taga kamayishga erishilgan. Biroq nomusga tegish jinoyati 359 tadan 381 taga, ya'ni 6% oshib ketishiga yo'l qo'yilgan.